Chiroyligim gulim, ko'zlaringdagi yosh. Axir sendanda ko'p Azoblangan menman. Arzu? Qalisa, yaxshimisan? Yaxshi. Ketmonlarni olib keldim-da. Siz katmanam qizg'amasa. Nima bo'ldi? Urushib qoldik. Xiyonat qildimi? Xiyonat qildi. Xiyonat. Voy, ular qanday Xiyonatdan ham battarini qildi. Bo'ldi, endi umuman gaplashmayman. gaplashib, uni jo'rasi ham shunaqa bo'ladi-da, men Ikkita jo'ra bir xil o'zi. gaplashmayman. Bo'ldi, yaxshi zo'ridan topamiz bitta boyidan. Uyda xizmatkari bordan topamiz. O'zim bo'lamiz ikkalamiz, ha? Huquq tozalab, O'zim emas, ota-onasi yo'g'idan topamizmi? Yo'q, sog'lam zakab ayasi yo'q, dadasi bo'lsin. Dadasi bo'lsin. O'zi nima qildi? Aytsam, sen ham ko'nglim qolib ketadi keyin. Shunchalik yomon ish qildimi? Nima qildi? Ajdamiyaga tushdim. Ko'tarmadi. Qiz bola bilanmi? Qaysi qiz? Yo'q. Sochini yulib kelamiz shu qizni. Yo'q. Dadasi bilan. Dadasi bilan gaplashgan keyin ko'tarmadi. Shunga shuncha qilyapsanmi? Bitta motivator opa aytdi, mana shu bitta chiziq chizing, ana shu chizig'ingizdan chiqmasin dedi. Ana shu yo'lingizga so'bang dedi. Ana shunda ayol kishi baxtli bo'ladi dedi. Aytganingiz qilsa baxtli bo'ladi dedi. Ana shu motivatorni gapiga kirib bir kun irsiz qolasan sen. Qanday maqsad Instagramga o'chirib taylaysan sen? Instagramni o'chirmayman. Motivator opa aytdi, umuman ana shu eri qadriga yetmagani uchun ajrashib ketgan ekan. Ashtib yuring, men ketdim. Men senga boshqasi bilan chidamaydi. O'zing desa o'zgaga tupur, shunda hayotingga yetmagay putur dedi menga. O'zi olayotgan motivatorlar ajrashgan irsiz qolgan ayoldan bo'lsa, eri borlar ko'ra olmaydigan ayoldan bo'lsa,